Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet imen. Yaqindan buyon ba'zi qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab Xitoydan taqilgan bu vaboninki yana qancha uzun davom qildiganligini so'ragan edi. Bugun men o'zimningki bu jihatdan bu jihatda izlanish orqali erishgan ba'zi javoblarimni qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu rasmda hozir mushu Xitoydan tarqalgan vaboga o'xshash dunyo miqyosida keng tarqalgan mushu yuqumli kasalliklarningki hech qandaq tadbir ilinmagan va tadbir ilingandan keyingi davomlashishi jarayoni ko'rsatilgan bo'lib, sol tarafdagi qizil ranglikisi hech qandaq tadbir ilinmagan vaqtidagi bu yuqumli kasallikningki tarqalish ahvoli va davom qilish jarayoni. Sol tarafdagisi ko'k rangligi bo'lsa, tadbir ilingandan keyingi tarqalish ahvoli va davomlashish jarayoni. Biz bu rasmda ko'rayotganimizdagidek qizil rangligisi hech qandaq tadbir ilinmagan ahvol ostidagi vaboning tarqalishi bo'lib, bu ko'rayotganimizdagidek bu vabo bilan qisqa vaqt ichida kasal bo'lgan odamlarningki soni nihoyatda yuqori bo'lsa-mu, lekin u vaboniki tarqalish vaqti qisqa bo'ldi. Sol tarafdagi ko'k rangligi tadbir ilingandan keyin bu vabo bilan yuqumlangan odamlarningki soni qisqa vaqtida bak yuqori bo'lmasa-mu, lekin uning davom qiladigan vaqti uzun bo'ladi. Buning sababi nima degan vaqtida biz tadbir olmagan vaqtimizda garchi bu vabo qisqa vaqt ichida og'irlashsa-mu, biroq u vabo tufaylidan kasal bo'lganlarning soni qisqa vaqt ichida tez suratda oshib ketib, shu davlat yoki rayonningki tibbiy mulozimat doktorxonaninki bir taraf qilish chekidan oshib ketadi. Natijada nurg'un insonlar o'lib ketish kelib chiqadi. Agarda biz bu vaboga nisbatan imkon bor tadbir olgan vaqtimizda u vabo tufaylidan kasal bo'lganlarningki soni qisqa vaqt ichida undaq yuqori bo'lmasligi, ya'ni doktorxonaninki bir taraf qilish chekidan oshib ketmasligi mumkin. Shu sababdan o'lib ketadiganlarning soni tuvanlishi mumkin. Biroq u vaboga giribdor bo'lgan odamning soni bak ozlishi notayin. Eng muhimi vaboning davomlashadigan vaqti uzilishi mumkin. Yaqında Amerikaningki Minnesota universitetidagi mushu yuqumli kasal tadqiqot va siyosat markazidagi bir necha mushu professor mutaxassislar mushu vaboninki kelgusi taraqqiyoti to'g'risida nihoyat tafsiliy bir doklad yozib chiqqan bo'lib, u dokladda mushu vaboninki kelgusi taraqqiyoti to'g'risida 3 xil o'xshamagan farazlarni o'tirib qo'ygan. Tövəndə mən u 3 xil faraz to'g'risida qarindoshlarga ozroq tushuncha berib o'tmoqchi. U dokladda mushu vaboninki kelgusi taraqqiyoti to'g'risida 3 xil o'xshamagan farazni o'tirib qo'ygan bo'lib, birinchi farazda mushu rasmda ko'rayotganimizdagidek hozir mushu kasallikningki, ya'ni vaboning tarqalishiningki oldimizdagi mushu 5-oy, 6-oylarda tuvallaydiganligi, biroq butunlay tugab ketmaydiganligi, anandan keyin balkim mushu xizmat ninki va yangi normal hayotning asli kelishiga ergishib 8-oyda yana bir to'lqinning paydo bo'lganligi, uningdan keyin mushu kelajilninki boshlarida, ya'ni mushu vaqtda yana bir to'lqin paydo bo'lganligi, aningdan keyin yana 8-9 oylarda yana bir to'lqin paydo bo'lganligi, eng oxirisida 2022-yili atiyozdagi to'lqindan keyin biroz pasaydiganligini o'tirib qo'ygan.
bu ular u dokladda o'tirib qo'ygan birinchi ehtimollik, ya'ni bu kasallikki keyingi vaqtlardagi mushu qayta qo'zg'alish ahvoliga nisbatan o'tirib qo'yilgan birinchi faraz. İkinci xil farazda, ya'ni ikkinchi xil ehtimollikda bu hozirgi mushu do'lqin, ya'ni kasallikki vaboning tiz tarqalishi rasmda ko'rayotganimizdagidek mushu oldimizdagi 5 oyning oxirlari, 6 oylarda pastlaydiganligi, anandan keyin mushu yangi normal hayotning asli kelishi, ishlab chiqarishning asli kelishiga ergishib 8-9 oy, 10 oylarda yana bir ikkinchi to'lqinning paydo bo'lganligi, uningdan keyin keyingi yillarda bu to'lqinninki shu hozirgi va ikkinchi qitim paydo bo'lgan bu to'lqindek undaq yuqori bo'lmaydiganligi, ya'ni kasalning tarqalishi hozirgidek ig'ir bo'lmasimi, lekin kichik doirada tarqaldiganligini o'tirib qo'ygan. Bu ikkinchi taxmin, ya'ni ikkinchi bir xil ehtimollik. Üçüncü xil ehtimollikda bu rasmda ko'rayotganimizdagidek bu hozirgi mushu tarqalishi eng ig'ir tarqalish bo'lib, bu bu tarqalishninki, ya'ni 5 oyning oxirlari, 6 oyda pasaydiganligi, anandan keyin ishlab chiqarishni va yangi normal hayot asli kelgandan keyin yana azroq bu tarqalishning azroq kuchayib bordiganligi, uningdan keyin mushu bu yil kuz faslidan tortib 2022 ئەتىيازغىچىلىك hozirgidek undaq ig'ir bo'lmasimi, ya'ni do'lqinsimon birdam ig'irlashib, birdam pasayib degandagidek taqilib turdiganligini o'tirib qo'ygan. Ya'ni bu dokladda o'tirib qo'yilgan 3 xil ehtimollik yuqorqidek bo'lib, mayli u ehtimollikning qaysi birisi bo'lsin, bu vaboninki 2022 yili ئەتىيازغىچىلىك davomlashadiganligini ko'rib olishga bo'ladi. Undaqda bu mutaxassislar bu vaboni nima uchun mushu 2022 yilgacha davomlashishi mumkin deb qarab, yuqorqidek 3 xil ehtimollikni o'tirib qo'ydi degan vaqtida mushu yangi paydo bo'lgan yuqumli kasal yoki vaboga nisbatan butun dunyoda, ya'ni butun dunyo nufusininki ko'p qismi yoki 60-70%da yoki yuqumlanish yoki vaksina udirish orqali bu virusga qarshi immunitet kuchi shakllanganda ondan bu vaboninki besiqishi mumkin bo'lg'achqa, mushu butun dunyo nufusininki 60-70%ninki yuqumlanish yoki bo'lmasa bir unumli vaksina ijod bo'lgandan keyin vaksina udirish orqali bu virusga, bu vaboga qarshi immunitet kuchi hosil qilish uchun shunchalik uzun vaqt ketadigan bo'lg'achqa, bu vaboni balkim 2022 yilgacha davom qilishi mumkin deb taxmin qilgan. Endi bu yerda agarda bizda mushu hozir sinab qilayotgan vaksinalar alohida unumli bo'lib, mushu kelajilning boshlang'ichilak shundaq bir unumli vaksina keng ko'lamda qo'llanilsa, balkim bu vabo 2 yilga bormay oxirlashishi mumkin. Agar hozir sinab qilinayotgan vaksinalar unumli bo'lmay yoki bo'lmasa butunlay mag'lub bo'lsa, u vaqtida insonlar faqat va faqatla mushu virus bilan yuqumlanish orqali immunitet kuchi, bu vaboga qarshi immunitet kuchi shakllantiradigan gap. Undaq bo'lgan vaqtida bu dunyo nufusininki 60-70% immunitet kuchiga ega bo'lg'ichilak balkim 2 yil, balkim uningdan ortiq vaqt ketishi mumkin. Qisqacha qilib aytgan vaqtida bu vaboninki oxirlashishi bir davlat ilib borgan, qo'llanayotgan tadbirlarga bog'liq bo'lib qolmasdan, balki insonlarning shu vaboga qarshi umumyuzlik immunitet kuchi shakllantirishiga bog'liq. U
yuqorida men deb o'tgandek, biri yuqumlanish orqali bo'ladi, shu virus bilan yuqumlanish orqali bo'ladi, yana birisi vaksina udirish orqali bo'ladi. Ham bu yerda yuqumlanish degan vaqtida cho'qim kasal bo'lish deganlikni bildirmaydi. Yuqumlanish masalan qayta bu virus bilan uchrashib, oz miqdorda virus badanga kirgandan keyinmi badanda shu virusga qarshi immunitet kuchi shakllanishi mumkin. Bundaq kishilarninki jismoniy jihatda sog'lom bo'lsa, agar ularda ularning badaniga kirgan oz miqdorda viruslar alohida kasal alomati paydo qilmasligi mumkin. Biroq badan shu virus bilan uchrashgandan keyin u virusga qarshi immunitet kuchi shakllantirishi mumkin. Yana bir xil usulda men yuqorida deb o'tgandagidek unumlik vaksinaning paydo bo'lishi va vaksina udirish orqali u vaboga qarshi immunitet kuchi shakllantirish. Faqat va faqatla mushkil ahvol ostida bu vabo uzil-kesil tugishi mumkin. Bo'lmasa hozirgidek davlatlarniki, har qaysi davlatlarning olgan tadbirlari orqali faqatla bu vaboning tarqalishini ostilatqili, andan keyin u vabo tufayli o'lib ketganlarning sonini tuvallatgili bo'ladi, lekin bu vaboni talto'kis kontrol qilgili bo'lmaydi. Qarindoshlarning o savoliga bergan javobimni shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat, kelaqtim ko'rishayli.